Qur'on va sunnat nuri ostida Allohning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsiri. Abduri Sheyx Abduvali Qori rahimahulloh. Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tövende diktanlağa Abduvali Qori rahimahullah'nın Qur'on ve sünnet nuri aslida Allah'ın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsiri dersliklerinden birinci kısmını okuyumuz inşallah. Allah'ın güzel isim sıfatlarının kısaca tefsiri. Kiriş söz. Kur'an-ı Kerim bizge talim berip, Allah'ın güzel isim sıfatları var. Allah'ını şu güzel isimleri bilen atanla, Allah'ın isimlerini kez kemmez kullandıganlarını terk etinla, ula ahirette kılmışlarının cezasını tartıdı deydi. Sure A'raf 180. ayet. Sure Gafir 60. ayetide Rabbinla eytidu, "Bana dua kılınla, men duayınlarını kubul kılımen. Tiligininglarını berimen. Şübhisiz ki mening ibadetimden çoğunçılık kılıp baş tartıdığanlar har halda cehennemge kirdi." Ayet keginidek dua ibadettir. Müslümanlar Allah'a ibadet kılışka hem de dua qilganda Allah'ın güzel isim sıfatları bilen dua qilishga buyurildi. Ve ma halaqtul jinne vel insa illa liya'budun. Sure Zariyat 56. ayet. Jinlarni, insanlarni faqat manga ibadet qilish uchunla yaratdim. Ve izâ se'aleke ibâdî anni fe inni qarîb ucibu da'veted da'i izâ da'an. Sure Bakara 186. ayet. Mening bendilerim senden men to'g'riliq so'rasa, ularga aytqin ki, men haqiqatan ularga yaqinman. Ya'ni ularning ahvolini, sözlerini bilip durman. Bana dua qilsa, men dua qilg'uchining duosini ijobat qilaman. Ular to'g'ri yo'l tepish uchun mening da'vatimni qabul qilsin va menga iymon etsin. Ya'ni hamisha iymon bilan bo'lsin. Allah osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Allah sizlarga öz cinsinglardan jüptilarni, yani ayollarni yarattı. Hayvanlarga öz tipidan jüptilarni yarattı. Bu arqılıq Allah sizlarni köpaytidi. Hiç şeyi Allah'a o'xshash emasdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. Sure Shura 11. ayet. Azimetlik ve keremlik Rabbinin namı mübarektir. Sure Rahman 78. ayet. Rabbena taqabbal minna inneke entes semi'ul alim. Öz vaqtida İbrahim bilen İsmail Ka'ba'nın ulunu qo'pirib etib, Rabbimiz bizning xizmatimizni qabul qilgin. Sen haqiqatan duoyimizni anglab turg'uchisan, niyatimizni bilib turg'uchisan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allohning 99 ismi bor bo'lib, kimiki uni yodlasa cennetga kirdi. Allah taqdir, şuna taqni yaxshi ko'rdi.
Muslim 2677 hadis. Allah subhanahu ve Taala'nın güzel isim sıfatlarının bayanı. İsmül Azam bolsa Allah'ın en ulug isim sıfatlarının biridir. Bu yerde Aslami radıyallahu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin "Ey Rabbim, men seningden başka hiç ma'budning barhaq yo'qligiga, senin yekki yegona ekanligiga, hammaning sangala muhtoj ekanligiga, senin bola topganmi emas, tug'ilganmi emas ekanligiga ve hiç kişinin sana tengdaş bo'lolmaydiganligiga haqiqiy guvohlik berdiganligimni dalil keltirib hojitimni tilayman" deb duo qilayotganligini anglab, jinim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, u Allohning eng katta ismi, ya'ni ismi azamni dalil keltirib turib duo qildi. Kimiki bundaq duo qilsa ijobat bo'ladi va tilgan narsasi berildi dedi. Tirmizi 3475 hadis. Albani 2763 sahih degan. Peygamber aleyhissalatu vesselam İsmül Azam Allah'ın en ulug' ism sifatlarini bayon qilib mundaq degan. İsmül Azam Allah'ın en ulug' ism sifatlari bunu iki ayet kelgan bo'lib, ularning biri "Ve ilahukum ilahu vahidun la ilaha illa huvarrahmanur rahim." Sizlarning ilahinglar bir ilahdır. Onundan başka hiç ma'bud barhaq yo'qdir. U en shafqatlidir, en mehribondir degan oyatda kelgan. Yana biri bo'lsa Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. Alif lam mim. Allah'tan başka hiç ma'bud barhaq yo'qdir. Allah hamish tirikdir, mahlukatni idora qilib turg'uchidir degan oyat kelgandir. Abu Davud 1496 hadis. Anas ibn Malik radıyallahu anhu mundaq deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birga o'ltiratdim. Başka bir kishi namoz o'qiyotdi. U ruku, secde ve teşahhudda "Ey Rabbim, sana hamd sanolar bo'lsin. Senden başka ma'bud barhaq yo'qdir. Sen sehi, osmon bilan yerni yo'qdan bar qilgansan. Ey azamatlik ve karamlik, mangu hayot turg'uchi, barliq ishlarni boshqaruvchi Rabbim, senden tilayman" deb duo qildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden onun nimi bilen dua qilganligini bilamsizlar deb so'radi. Sahabeler Allah ve onun Resulü bilgichidir dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jinim ilkida bo'lgan zotning nomi bilan qasamki, u Allah'ның en katta ismi bilan duo qildi. Kimiki bundaq duo qilsa ijobat bo'ladi ve tilgan narsasi berildi dedi. Nasai 1300 hadis. Albani 1233 sahih degan. Yuqorqi hadislardan ma'lumki, Allah'ның en ulug' ism sifatlari bilan qilingan duolar cho'qim ijobat bo'ladi. Biroq Allah'ның en ulug' ism sifatlari maxsus birer ayet yoki birer duodla ifodalanmasdan, balki Allah'ның en ulug' ism sifatlari Allah'qa duo qilgan vaqtdagi ixtiyorsiz urg'ib chiqqan hissiyat ve tolup taşkan hayacanlı holatda ifodalanadi. Bu holatdagi kishi mayli Qur'oni Karim ve hadislarda kelgan duolarni qilsin, mayli o'zi xohlagan duolarni qilsin, u
Allah'ның eng ulug' ism sifatlari bilan duo qilgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yuqorqi hadisdagi Allah'ның nomi bilan qasam qilamanki, bu odam uning bilan nima so'rasa beriladigan, uning bilan qilgan duo ijobat bo'ladigan, Allah'ның eng ulug' ism sifatlari bilan duo qildi degan so'zida mazkur sahabaning shu vaqtdagi ruhiy kayfiyati va hayajonliq holatini ko'z tutgan bo'lishi mumkin. Xulos qilganda hayotlikda 10 gülünün biri tex içilib bo'lmagan, narisida farzandlarining turmushi va hamma ishlari uningga qarashliq bo'lib qolgan birovning nahaq o'limga mahkum bo'lib qilib, o'ltirilish oldida qotilning putlariga yamishib, ko'zlaridan yomg'irdak yosh oqqizgan holda yolvirib turib, eng oxirgi nola faryodlarini chiqargan holatiga o'xshash holatga kelib turib, Alloh subhanahu va taologa barcha ixlosi va chin qalbi bilan yolvorgan va uningdan hojatlarini so'ragan kishining duosining ijobat bo'lishida qilch shak yo'qdir. Chunki Alloh bandalariga xuddi onaning bo'g'iga bo'lgan shafqatidanmi eng shafqatlik va eng mehribondir. Bu holatdagi kishining duosi Alloh subhanahu va taoloning eng ulug' ism sifatlari bilan qilingan duo deyilishga eng loyiqdir. Allohning go'zal ism sifatlari haqida Qur'oni Karim go'zal, puxta va ajoyib yaratilgan koinot ko'rinishlarga kishilarning diqqatini qaratdi. Puxta va go'zal shaklda yaratilgan bu koinot o'zini o'zi yaratib olmadi yoki o'zligidan yaratilib qolmadi. Balki bu koinotni hammaga qodir, hammani bilib turadigan, hikmat bilan ish qiladigan abadiy hayotlikka ega Alloh subhanahu va taolo yaratdi. Allohning hayotligi hech qanday bir narsaga muhtoj bo'lmaydigan yoki o'zgarish yuz bermaydigan yoki yo'qolib ketmaydigan abadiy mustaqil hayotdir. Koinotni yaratgan bu zotning mavjudligida aql egillariga nisbatan qilchimi shak yo'q. Koinotni yaratgan bu zot cheksiz mutlaq kuch-quvvatga ega. U zot to'liq mukammal irodaga ega bo'lib, xolig'ini qila oladi. Koinot va barliq mavjudiyatni yaratgan bu zot oshkora yo'shurun hamma narsalarni bilib turdi. Koinotdagi hech qanday bir narsa maxfiy bo'lib qolmaydi. Shundaqla u zot hech qanday bir narsani unutib qolmaydi. Koinotni yaratgan bu zot yegana bo'lib, uning hech bir sheriki yoki yordamchisi yo'q. Koinotni yaratish, boshqarish va mahluqotlarga rizq berishda u zotning sheriki mavjud emas. Koinotda Allohdan boshqa iloh bo'ladigan bo'lsa, koinotning tuzumi buzilgan bo'ladi. Koinot tuzumining buzilmay bir xil yo'nalishda mengayotganligi yaratquchi va tadbir qilguvchi zotning bir ekanligiga dalil. Shuning uchun Alloh shirkdan xoli. Ilohlik faqat uningga xos. Yaratquchi bilan yaratilguchi maxluq orasida farqning borligi tushunishlik bir haqiqat. Yaratilgan maxluq o'zgarib turdi. Boshqa narsaga muhtoj bo'lib, mavjudligini saqlaydi. Maxluqning paydo bo'lish jihatdan boshlanadigan va oxirlashadigan vaqti bo'ladi. Biroq yaratquchi Alloh subhanahu va taolo maxluqlarga hech qaysi tarafdan faqat o'xshamaydi.
Allah'ның başlanışı yoki oxirlashishi bo'lmaydi. Azaldan tatib mavjud bo'lgan va mangu boqiy qoladigan zotdir. U zot mavjudlikni saqlashda inson yoki koinotga o'xshash bir narsaga muhtoj bo'lmaydi. Balki koinotdagi barliq maxluqotlarga rizq berib turdi. Yaratquchi Alloh inson yoki hayvon yoki jonliq yoki jonsiz narsaning suratida ko'rinmaydi yoki mujassamlashmaydi. Qur'oni Karim Allohning ism va sifatlari to'g'risida kengri to'xtalgan. Allohning ismlarini tövendeki turkumlarga bo'lib tonishtiramiz inshaalloh. Birinci, Allohning güzel isimleri. Birinci, Allah degan xos ism Qur'oni Karimda 2815 qitim kelgan. İkinci, Rab, yaratquchi va koinotning egisi degan ismlari. Olamlarning Rabbi degan ismi 983 qitim takror kelgan. Yaratquchi degan ismi 11 qitim takrorlangan. Koinotning egisi degan ismi 7 qitim takrorlangan. Üçüncü, Allah'ның məxluqlarını bilib turdiganligi, xabardorligi va ko'rib turdiganligi to'g'risidagi ismlari turli shaklda 478 qitim takror kelgan. Masalan, yaxshi bilgichi, bilib turg'uchi, bak bilgichi, hammadan bilgichi, hammadan xabardor, hammani ko'rib turg'uchi, maxfiy ham inchki ishlarni bilgichi, hikmat bilan ish qilg'uchi, hammani anglab turg'uchi, hammani ko'rib turg'uchi degan ismlari. 4. Allohning hammaga qodir va mutlaq irodalik ekanligini ko'rsatib beradigan ismlari turli shaklda 69 qitim takrorlangan. Masalan, hammaga qodir, kuchlik, puxta ish qilg'uchi, xolig'ini qilg'uchi ismlari. 5. Allah'ның məxluqatlarına ən mehribon və rahimdil ekanligini ko'rsatadigan ismlari 541 qitim takrorlangan. Masalan, mehribon zot, shafqatlik zot, ko'yimchan zot, yaxshilik ato qilg'uchi zot, duolarni ijobat qilg'uchi zot, insonlarning itoat ishlariga rahmat aytquchi, savob bilan mukofotlaguchi, ayıp nuqsondan pok, muloyim, kechirguchi, gunohlarni bak kechirguchi, tavbani bak qabul qilguchi, afu qilguchi, sehi, bak sehi, ne'mat ato qilguchi va yaqindan bilib turguchi degan ismlari. 6. Allohning ulug'ligi, ustunligi va muqaddasligini ko'rsatadigan ismlari 127 qitim takrorlangan. Kuchlik, g'olib, hammani bo'ysundurg'uchi, hech qanday bir narsadan ojiz kelib qolmaydigan zot. O'ziga o'xshash biror narsaning bo'lib kelishidan ustun zot. Hamma narsadan ustun zot. Hammadan ustun turg'uchi, ulug', hammadan buyuk, ustunlik ega. Maxluqlarni xohlagan nuqtaga keltira oladigan zot. İnsanlarning ishlarini kuzatib turg'uchi, sharaflik, ayıp nuqsondan pok zot degan ismlari. Yuqorqi yaqinlashtirma statistikasiga Qur'oni Karimda kelgan Allohning ismlarining ko'pinchisini o'z ichiga olgan. Qolgan ismlari oz kelgan. Allohning mutlaq kamolatga ega bu ismlarini odatdagi bir odammi tushuna oladigan darajada shundoq oddiy va ro'shan kelgan. Qur'onda kelgan Allohning ismlari orqali izbasar inson xizmat maydoni bo'lgan zaminning egisini aniq ro'shan holda bila oladi. 2. Allohning go'zal sifatlari.
Allah'ın Kur'an'da kelgan sifatlarini 4 turkumga bölüp tanıştırırız inşallah. Birinci, Allah'ın isimleri bilen birleşip kelgan sifatları bulup, Allah'ın muayyen sifatlarini gösterdi. Bununla yukarıda tilga ilingan birinci türden başka barlık isimler kirip ketidi. Mesela Allah'ın Rablik, yaratışqa yoki hamma narsani bilib turishqa yoki hamma narsaga qodir ekanligiga yoki mehribonligiga yoki ulug'ligiga aloqador ismlarning hammasi sifatdan tuzalgan ismlardir. Undaqda bular ismlari va sifatlaridir. Bu vaqtda ilgari to'xtaldik. İkinci, ilgiriki isimlarning mazmunlarini ifodalaydigan, biroq ism sifatida kelmagan sifatlar bo'lib, yuqorqi ismlarni ta'kidlash uchun kelgan bo'lsa kerak. Masalan, birinchi, olamlarning Robbi, yaratquchi va qiyomat kunining egisi degandek Roblik va yaratishni ko'rsatib beradigan ismlar. Bu isimlarning mazmunlari boshqa shaklda kelgan. Masalan, terildirdi, o'ltirdi, yaratdi, osmon zamonning podshohligi degandek. Ikkinchi, hammani bilib turg'uchi, hammani anglab turg'uchi va hammani ko'rib turg'uchi degandek ismlari ismdan boshqa shakldagi sifatlar bilan ta'kidlangan. Masalan, yaratgan zot bilmemti Sure Mulk 26. ayet. Hamma ko'zlarni ko'rib turdi. Sure An'am 103. ayet. Hamma narsani to'liq bilib turdi. Sure Fath 21. ayet. 3. Hammaga qodir va hammadan kuchlik degandek ismlari boshqa shakldagi sifatlar bilan ta'kidlanib kelgan. Masalan, ular o'zlarini yaratgan Allohning kuch-quvvati o'zlaridan ustun ekanligini bilmadimi? Sura Fussilat 15. ayet. 4. Mehribon, shafqatlik va kuyimchan degandek ismlari boshqa shaklda ta'kidlanib kelgan. Masalan, Allah ihson qilish yuzidan bandalariga rahmat qilishni o'z ustiga oldi. Sura An'am 12. ayet. 5. Ayib nuqsondan pok va hammadan ustun. Ustunlikka ega degandek ulug'liqni ko'rsatadigan ismlar boshqa shakllarda ta'kidlanib kelgan. Masalan, sharafning hammasi Allohga mansub. Sura Fatir 10. ayet. Mana shuningga o'xshash bu tür birinchi turdan mustaqil emas, birinchi turni boshqa shaklda ta'kidlab keladi. Amaliyotda bu tür va ilgiriki birinchi tur Allohning go'zal sifatlarining ko'pinchisini tamsil qiladi. Qolgan sifatlari oz nisbatni tashkil qildi. 3-turkumdagi sifatlar. Zahiri jihatdan Allohning yuqorqi ismlari bilan ma'naviy aloqasining bog'liqini ko'rsatmaydi. Bu sifatlarning zahiri ba'zi ilmiy kalom iqimlarida tushunish qiyinchiligini paydo qilgan. Bular tuvendikicha. Birinchi, Allohga nisbatan berilgan a'zolar, masalan, yuz, ko'z, qo'l degandek so'zlar. Ikkinchi, qilg'ichi bo'lmasa hosil bo'lmaydigan ixtiyoriy ishlar. Bular yuqorqi Allohning ism sifatlari bilan aloqasi yo'q mazmunlarni ko'rsatadi. Bular Qur'onda oz. Masalan, istava, o'rladi, egilidi. Sura Baqara 29. ayet. Kelidu, keldi degan ishlar. 3. Allohga
tarafni nisbat bergan sifatlar. Masalan, favq, üstünlük sifati. Sura An'am 18-oyat. Qur'on birinchi turdagi Allohning ism sifatlari to'g'risida inson muhtoj bo'ladigan barliq sifatlarni aniq bayon qilib berdi. Masalan, Allohning ismi birligi, yaratquchi ekanligi, hammani bilib turadiganligi, hammaga qodir ekanligi va rahim dilligiga o'xshash sifatlarni inson bilishga muhtoj. Shuning uchun bu sifatlar ritmliq va bir-birini takomillashtiradigan shaklda kelgan bo'lib, inson ideyasida tashvish paydo qilmaydi. Birinchi turkumdagi ma'nosi aniq ism va sifatlarga ishonish yoki ishonmaslik, mukofot, ya'ni jannat yoki jazo, ya'ni davzaxdan iborat natijaga bog'langan. Üçüncü turkumdagi bu so'zlarning Allohning ismlari bilan aloqasi yo'q. Allohga nisbat berilgan üçüncü turkumdagi bu so'zlar dinning asoslaridan biri asosini yetkazish uchun kelmagan. Shundaqla bu sifatlar ilohning mohiyati haqida ozroq bo'lsa-mu tasavvur berishni maqsad qilmagan sifatlardir. Shunga bu xabarlarga ishonish va maqsadiga yetish uchun Qur'ondagi o'rniga qarab izdinish lozim. Ko'pincha Allohda mazmuni aniq keladi. Agar maqsadni tushunsak, mohiyati haqida izdinish bizning tafakkur doiramizga tushmaydi. Qur'oni Karim sifatlarga aloqador bo'lmagan ba'zi xabarlarni o'z ichiga olgan. Biz bu xabarlarning hukmini tushunmasak-mu, maqsadni tushuna olamiz. Masalan, uning mevasi go'yo shaytonlarning boshlariga o'xshaydi. Sura Saffat 65-oyat. Bu oyatdan maqsad qo'rqitish va saskandirish maqsaddir. Lekin mohiyati aniq emas. Bu so'zlarga ta'vil qilmaslikdan o'z haqiqati bo'yicha ishonish va mazmunni Allohga topshirish salaf solihlarning yo'lidir. Olimlar bu so'zlarga qarata salaflarning yo'lini eng sog'lom deb qaragan. Alloh o'zini Qur'on va payg'ambarining tili orqali sifatlab bergan sifatlar bilan sifatlaymiz. Alloh o'zidan inkor qilgan sifatlarni inkor qilamiz. Allohning zoti, sifatlari va ish-harakatlarida hech qanday bir narsaga o'xshamaydiganligini unutmasligimiz kerak. 4. Qur'oni Karim Allohdan inkor qilgan sifatlar. Qur'oni Karim Allohdan inkor qilgan sifatlar inkor qilish ya boshdalar inkor qilindi yoki mushriklarning shirik e'tiqodiga va nodonlarning nodonligiga raddiya bo'lib keladi. Qur'oni Karim ko'pincha Allohdan inkor qilgan sifatning qarim-qarshisini isbotlaydi. Qur'oni Karim Allohning mutlaq kamolatga ega, ayib nuqsonlardan pok zot ekanligini isbotlaydi. Masalan, Allohdan shirkni inkor qildi. Bolasi yoki ayolining borlig'ini inkor qildi. Ayolining borlig'ini inkor qildi. Muhtojlik, ojizlik, charchash, uxlab qilish, zulm qilib silish, o'ynashib bir ish qilib silish va ahamiyatsiz ish qilishni inkor qildi. Shundaqla biror insonning bu dunyoda Allohni ko'rishining mumkinligini inkor qildi. Chunki yaratquchi Alloh ayib nuqsonga tava bu sifatlardan pokdir. Ojizlik yoki muhtojligini ifodalaydigan bu sifatlar koinotni yaratgan va tadbir qilayotgan zotga faqatli mos kelmaydi. Yaratquchi Alloh azaldan bor edi. U abadiy zot bo'lib, yo'qolib yoki o'zgarib ketmaydi. Doim hayot,
hech qandaq bir narsaga ojit tushmaydi. Hech qandaq birsi uningga teng kelolmaydi va hech qandaq maxluqqa o'xshamaydi. Allohning ism sifatlarining inson hayotidagi ta'siri. Allohning ism sifatlari Allohga bo'lgan tonishni cho'nqirlashtirdi. İmanını aşırdı. Hayat ve stilini tüzüp durdu. Allah'ın süpetlerinden her bir süpetinin Müslümanın kalbide şeksiz tesiri buludu. Şunun için Allah'ın isim süpetlerinin Müslümanın hayatı da insanga layık revişte namayan buluşu, şundakla hayati ve stiliga qarata tesiri görünüş gerek. Allah'ın süpetleri Müslümanda her zaman Allah'ın uluğluk ve ibadetki haqliq ekanligi, shundaqla Allah'tan qo'rqish ve ümit var buluş tuyg'usini paydo qilish lozim. Qaysi bir inson Allah'ın hamma narsalarni ko'rib ve anglab turadiganligiga ishonib, hayoti ve stilida bu imanning ta'siri ko'rinmasa, haqiqiy iman hisoblanmaydi. Qaysi bir inson Allohning adil ekanligiga ishonib, hayoti va stilida zulmdan qo'l uzib, adil ish qilmasa, adolat sifatiga haqiqiy ishonmagan bo'ladi. Demak, Allohning sifatlaridan har bir sifatni mushundaq tushunish va tahlil qilish lozim. Chunki Alloh sifatlarini hikmatsiz bayon qilmadi. Bizning hayotimiz ve stillerimizde tesiri her zaman görünüp duruş için bayan qilgan. Muqaddime. Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud berhaq yoktur. O yoşurunni, aşkarını bilgüçüdür. O en şefkatliktir, en mihribandır. Yani dünya ve ahirette keng rahmet igisidir. Allah'tan başka ibadetke layık hiç ma'bud berhaq yoktur. O mutlak padişahtır. Yani bütün mahlukatının malikidir. Paktır. Yani hemmi noksanlardan paktır. Müminlerge salametlik bağışlıqçıdır. Dostlarını korkunuştan, azaptan emin kılgıçıdır. Hemmini küstüp durguçudur. Galiptir. Kadir kılgıçıdır. Uluğluk egisidir. Müşriklarning şirik keltirgan narsalardan paktır. Allah hemmini yaratqıçıdır. Yo'qliqdan paydo qilg'ichidir. Hamma narsaga surat, shakl beg'ishlig'ichidir. Eng chiroyli ismlarga egidir. Osmonlardagi va zimindagi narsalar uningga tasbih aytib turdi. U g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'ichidir. Allohning go'zal ismlari bor. Allohni shu go'zal ismlari bilan atanglar. Allohning ismlarini kels kelmas qo'llanadiganlarni tark etinglar. Ular oxiratda qilmishlarining jazosini tortadi. Sura A'rof 180-oyat. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda yaxshi oliy ismlar Allah subhanahu va taologa xos. Sizlar Allah subhanahu va taologa Allah'ның oliy yaxshi ismlari bilan duo qilib seg'ininglar. Ismlarida haqiqatan botilga yuzlanadigan kishilardan voz kechinglar. İnsanlar qilgan amallar bilan yaqin kelgusida mukofotlanadi. Yaxshi amal qilgan bo'lsa, Allohning ism sifatlari bilan duo qilib, shariatda ko'rsatgan ism sifatlar bilan Allohga seg'ingan bo'lsa, Allah ularni yaxshi mukofot bilan mukofotlaydi. Agar Allah subhanahu va taolo ko'rsatgan ism sifatdan boshqa ilmlarga yuzlansa, Allah ularni yomon jazo bilan jazolaydi. Ism sifatlar Asmaul Husna Allohning ulug' ismlarini bilishlik haqida Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki,
Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadis sharifda mundaq deydi: Allohning 99 ismi bor. Kim bu ismlarni o'rganib, haqqiga yarasha amal qilsa, uni zikr qilsa, jannatga kirdi. Yana Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq deydi-ki, Allohning xulqini o'zingizlarga mujassam qilinglar. Allah subhanahu va taolo o'zining ism sifatlarini bandalarga bildirishidagi sabab shuki, mana bu sifatlarni bilib, Allohning bandalarga qanday munosabatda bo'lganligini o'rganishi uchundir. Allohning zotini bilish haqida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dediki, men sana loyiq bo'lgan maqtashlarni aytolmayman. Sening bergan ne'matlaringning hech qaysisining shukrisini ado qilolmayman. Uningga yarasha hamdini tilim bilan aytolmayman. Sen o'zingni maqtagandek zotdirsan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga eng yaqin bo'lgan zotlarning birisi butkul musulmonlarning birinchi xalifasi Abu Bakr radhiyallohu anhudan Allohni tanishning natijasi nihoyati nima deb so'ralganda, Allohni bilishlikdan ojiz bo'lish, mana bu haqiqiy bilish bo'ladi degan ekan. Sufiylarning peshvosi bo'lgan Zulaybi Bag'dodiydan Allohni qanday taniysiz deb so'ralganda, Allohni Alloh o'zi taniydi. Bizning Allohni tanishdan ojiz kelganimiz bizning tanishimiz bo'ladi degan ekan. Zuyiyan Nusri Sufiyga bu kishi sakrat yotgan vaqtlarda atrofidagi kishilar bu kishidan nimani xohlaysiz deb so'ragan vaqtlarda o'lishimdan ilgari Allohni bir daqiqa bo'lsa-mu tonigan bo'lsam, shuni xohlaydim degan ekan. Ana Allohga yaqin bo'lgan zotlarning so'zi ana shundoq bo'ladi. Bu ismlarni o'rganishda ba'zi sufiya mashayixlardan rivoyat qilindiki, insonning qalbida 99 dona qorong'ulik bor. Bu qorong'ulik natijasida islomga zid bo'lgan ko'p axloqsizlik paydo bo'ladi. Agar Allohning 99 ismini yaxshi o'rganib, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Allohning xulqini o'zlashtiringlar degan buyrug'iga bo'ysunib, shu ismlarning har birining mazmuni bo'yicha hayotiga tatbiq qilib o'rgansa, shu qorong'ulik yo'qoladi. Hamda shu qorong'ulikning yo'qolishi bilan birga insonning hayotida bo'layotgan shu islomga zid bo'lgan axloqlar ham yo'qoladi degan ekan. Alhamdulillah, yuqorida Abduvali Qori rahimahulloh tayyorlagan Allohning go'zal ism sifatlarining qisqacha tafsirini Qur'oni Karim va sunnat nuri ostida tushuntirishning birinchi qismini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.